Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Farhod Jilonning O'rxun shajarasi nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Oldimizga bo'ri chiqdi. Bu yaxshilikning alomati. Qadimgi ajdodlarimizni ko'k bo'ri nijotlik yo'liga boshlab mangandek ish bo'ldi. Endi safarimizning qutuq bo'lishida shak yo'q. Topqaç degan topqaç, biz degan turk. Bizning o'zimizdan tutgan yo'limiz bor. Bizning e'tiqodimiz boshqa. Padişahimiz Sozon alilleri o'zining orzulu qizini sizlarga yotliq qilish orqali do'stligimizni yanada kuchaytirmoqchi bo'ldi. Tangri o'g'li Xanshonzunga bo'lgan cheksiz sadoqatimiz bilan jon familiyaliklar jamiyatini yo'qitib, o'rnini qutqizish uchun yurish qilyapmiz. Ushtum to'rt qirg'izlar kelib qoldi. Biz qo'shinlarimizni birlashtirib jangga chiqaylik. Hozirgi birinchi ishimiz jang qilish. Man inachik toy bilan so'zlashay. Adar qizni kelin qilib olay. Gepi bo'layotgan adar qiz bizga tanishlik bo'lgan yilqi inachik toyning qizi bo'lib, Qudatmishdan 2 yosh kichik edi. Bu ikki oila o'rtasida yaqin berish kelish munosabati bo'lg'achqa, Qudatmish bilan adar qizmi kichikidan tartibla birga o'ynab o'sgan edi. Belki ular bargan seri bir-biriga ichakishib ketyotdi. Ota, odar qizning uyiga boraylik-chi, zerikib ketdim. Dal shu chaqda ularning orqa tarafidan ayol kishining "Qudatmish!" deb to'g'lagan ovozi anglandi. Ota bola keyniga burilib qaradi. Ancha yiroq bo'lmagan yerdagi kigiz uyining oldida Qudatmishning onasi qo'lini pulanglatib ularni chaqirmoqda edi. Qudatmish, tomoq pishdi. Otang bilan birga kelinglar. Tez bo'linglar. Botasun buqa Qudatmishni agashtirib kigiz uyining oldiga keldi. Qudatmishning onasi ularni oldiratqilib turdi. Bugun So'g'di savdogarlari daryo bo'yida yoyma bozor echibdi. Hamma xalq shu yoqqa ketyotdi. Bizmi tomoqni yeb bo'lib shu yerga boraylik. Ular qo'y go'shti yeb, sho'rpa ichib qo'rsaqni to'qlagandan keyin Botasun buqa egiz chaqliq ko'tak horvaga qo'y, kala, ot, jaran, tulka va to'shqon terilarini bosdi. So'g'dilarda bizga kerakli mollar bo'lsa, mushu terilarga tegishib olaylik. Ular uchaylan orvidagi terilar ustiga o'ltirib yo'lga chiqdi. Qirg'oqlarga to'lib eqayotgan Tinq O'rxun daryosining sohilidagi yeshil o'tloqda orvilik, otliq, piyoda odamlar nig'ildab yuradi. Har qaytim So'g'di savdogarlari kelganda bu yerda mushundoq qaynoq bozor bo'lib ketadi. Botasun buqa orvini bir chetga to'xtatib, otning putlariga tushak soldi. Ular uchaylan kishilar to'pi ichiga qisilib kirdi. Bu yerda qimmatbaho liboslarni kiygan bey sifat boylarmi, tashlanmagan qo'y terisidan ishdan chopon kiyib, tarlab pishib yurishgan yollanma podichilarmi orilishib ketgan edi. Yaltirab turgan tovar dordullarga purkangan salobatlik So'g'di savdogarlari bo'liq o'sgan o't-cho'plar ustiga gilamlarni kang yeyib, turli tuman esil mollarni dövalab tizivatgan edi. Rangarang yipak raxtlar, nafs ishlangan jonon chinilar, sapal idishlar, mis qasallar, oltin kumushdan yasalgan uzuk, sirg'a
bilezükler, qoshtash buyumlari. Yana boshqa turlardagi nurg'ulg'an qimmatli mollar bu yerga to'plangan yayloq xalqining ko'zlarini chaqnatdi. Kishilar uni buni ko'radi, tutib boqadi, suvdilishadi. So'qdilar muloyim kulimsirab, shirin so'zlar bilan xaridorlarga javob qaytaradi. Mana bu oson topqili bo'lmaydigan mol. Changanda ishlangan. Mana Hindistonning mili. Mana bunun qaranglar. Buni men arab savdogarlaridan setib olgan. Hey, yo'q birodar. Buni qo'y, kaliga tegishkili bo'lmaydi. Bu mollar oltin yoki ko'mishga setiladi. Ha? Nima? Oltin yo'qmi? Undaq bo'lsa, otqa tegishayli, otqa. Qani, otlaringlar bo'lsa akilinglar. Qanchalik bo'lsa olamiz. Sizlarmi ziyon tortmaysizlar? Bir qism holliq kishilar so'g'di savdogarlarning qo'llariga oltin kumush tangilarini sanab tutqizib, o'nlab 20lab nasllik otlarni o'tkazib, ulardan olgan tovar, kimxob qatorliq har xil mollarni ot uloqlariga ortib yoki orvillarga besib elib ketadi. Unda qilishga qurbi yetmaganlar so'g'dilar bilan to'la suvdilishib, talishib tortishib, ovozlari putib ketadi. Hey, bir otqa necha top ipak berasan? Putlarga cho'riq tortib olgan soqolliq turk savdogarlarning ko'ziga kirib olib, yenishlab so'rg'ilib turdi. Sana aytdim-ku, bir otqa 2 top ipak beraman. Hey, insofsiz. Sizlar tabg'ashlardan bir otqa 20 top ipak tegishib akilsizlar-ku. Hey, birodar, sen qachonqa gaplarni qilyapsan? Hozir otning bahosi tushib ketdi. Tabg'ashlarmi ipaklarni uncha osonlikcha bermaydigan bo'lib oldi. Shundoq bo'lsa-mu, insof bilan gap qilmamsan. Ha, ma'qul. 2 top ipakka yana mavo sopal ko'zni qo'shib beray. Qandoq? Shu tariqadagi talash tortishlardan butun atrof uzilmas varang churunga to'lgan edi. Botasun buqa kishilar orasidan qistilib, ishtirilib yurib, bir so'g'dining oldida to'xtadi. Mono bir yurish ko'mish qochlarni menga bergan. Ava harvidagi terilarning hammasini sana beray, ha? Bo'lmaydi, birodar. Yaxshi ottiring bo'lsa akalgan. Ular bir hozagacha suvdalashdi. Botasun buqa oxiri akalgan hamma terilarni so'g'dining oldiga to'kib berib, bir tuch qozon bilan bir necha xaydir ko'mzaklarni elib harviga soldi. Hay, insofsiz kazzoblar. Bir dona ko'mish kosinimi bermadi-da. Hey, Botasun buqa! Nimaga xafa bo'lasan? Botasun buqa orqasiga burilib, kulib turgan inachukdayni ko'rdi. Ular ikkisi o'xshal bo'lib quchoqlashib ko'rishdi. Andin bozor qalaymaqonchiligidan yiroqroq yerga berib, o't cho'plar ustiga chosa qurib, bahuzur o'ltirishdi. Hol ahvol so'rashib bo'lgandan keyin Botasun buqa mundaq dedi. Hey, ko'rdingmi? Bu so'g'dilarning haddidan eshib ketayotganini. Bizdan 2-3 top ipakka bir otni tegishib oladi. Andin bu otlarni tabg'a jeriga opirib, bir otqa 20-30 topdan ipak tegishib oladi. Arada 10 hassa foyda topadi. Bizda faqat qolgan ordisidalar tabg'ashlar bilan otqa ipak tegish savdosini qiladi. Odatdagi purolar ichida savdogarchilik qiladigan kishi yo'q. Chorvachilikdan boshqa hech ishni bilmaymiz. Ashu so'g'dilar qilayotgan ishni biz qilolmadik. Bu so'g'di degan xalqning bormaydigan yeri yo'q. Ularni, ya'ni Tangritog' atroflariga, uningdimi yiroqdagi yerlarga, Farislar, arablarning yurtlariga boradi deyishidi. Hey, bizmi shunda qilsak bo'ladi-ku. Mana men oz to'la ot yig'ib, o'z oldimga savdo qilib boqaymikin deb o'ylayapman. O'tganda shahar quraman deb yuratdim. Endi savdo qilaman deysan. Hey, nimanda g'alita o'ylar kirib oladi sening kallangga. Bizga shaharmi kerak, savdomi kerak? Shahar ichida savdo do'konlari doim ochiq tursa, mol bahosi to'vallaydi, turmush ovatlashidi. Bo'ldi, qo'yg'ina undaq gaplaringni. Qarag'ina, bolalarning xushal bo'lishib ketganini. Qutatmish bilan odar qiz, odamlar va ot uloqlar orasidan bir-birini qo'g'lishib, shodiyona kulgi sadosini yangratib o'ynab yuradi. Meni tutolmaysan.
Seni tutib olman, hozirla tutib olman. Qarab tur. Sog'diylarning yoymisidan yiroqroq bir yerdagi yolg'iz o'sgan oq qiyinning tubida bu ikki shodaman o'smirning onalarimi tovar durdularga purkangan holatda bir-biriga yaqin turib qizg'in suhbatga tushib ketgan edi. Ay, birodar Inachuktoy. Qarg'ina, bolalarimiz bir-biriga bak amroq. Ularning onalarimi yaqin do'st. Biz ikki oila toza ko'ngildagidek quda bo'la olamiz, ha? Qandoq deysan? Yaxshi o'ylabsan, bo'tasin buqa. Biroq bolalarimiz texi kichikda. Shundoq. Biz oldi bilan shaman boqchilarni chaqirib, qora qo'chqor, qizil xo'rozni bo'g'izlab, el jamoat oldida qutatmish bilan odar qizning boshlarini bog'lab qo'yaylik. Keyin ular cho'ng bo'lganda otgali so'yib, rasmiy to'y qilamiz. Bo'ldi. Kelishdik hamsa. Ular ikkisi bir-birining qo'llarini mahkam qisishdi. Shu asnoda bozor bo'layotgan o'rinning oyoq tarafidan qandoqdir oldi bilan ko'tarildi. Kishilarning qalaymaqon varang-churunglari, ot tuyoqlarining shiddatli do'pirlashlari anglandi. Ayol bo'lmay sovut dubulg'i kiyib, yonlarga agri qilishlarini osgan bir to'p chavandoz otlarni choptirgan peti kelib, yoyma bozorga yaqin joyda to'xtadi. Ey, xaloyiq! Tayyorlaninglar! Jangga tayyorlaninglar! Uyg'urlar, buyuk xalqimizning oltin taxtini tortib olish uchun o'kti qopti. Ko'kturuklarning botir azimatlari ular bilan jang qilyotdi. Tangridan qut bo'lmish, o'zmish qolgan barliq puhrolarga chaqiriq qildi. Ey, ko'kturuk naslidan bo'lgan botirlar! Uzun nayza, o'tkir qilichinlarni ilib, uchqur arg'imiqlarga minib, ordimizni qo'g'dashga tayyor bo'linglar! Shu gap bilan chavandozlar yana otlarni choptirib o'tib ketdi. Bozorga to'plangan xaloyiq o'ri-to'pi bo'lishib ketdi. Sog'di-sodigarlari mollarini horvalarga besib, tuga va otlarga ortib bu yerdan tezroq ketib olishga jabto'ndi. Bozorga yig'ilgan kishilarning ba'zilari otlarga minishib, ba'zilari horvalarni haydashib, oldirab tarqalishga boshladi. Uyan bu yandan kishilarning ansiz xitoblari anglanib turadi. Hey, urush boshlanibdi, urush! Uyg'urlar o'zmish qolganga qarshi chiqibdi. Uyg'urlar bu tarafga besib kelib o'tibdi. Ey, Ko'ktangri, bizga madad bergaysan! Texi yilida bas-bas bozor bo'lgan joy birdamdala cho'ldarib qoldi. Inachuktoymi jiddiylashgan holda narsa keraklarini yig'ishtirib orvisiga chiqdi. O'rdiga borman. O'zmish qolganning yanida bo'lishim kerak. Bo'tasin buqa gap qilmay iz joyida qoqqan qo'ziqdek turib qoldi. Qudatmish bilan uning onasi xuddi qo'rqib ketgan kiyiklardek ko'zlarini chekchaytib shu yerda jim turadi. Inachuktoy muhim bir gapni unutib qolgandek yana horvisidan tushib Bo'tasin buqining oldiga keldi. Sen uyingga qaytib, ma'lumotchilikqa aralashma. Sen horvikash qilaman deb o'z qabilangdan ayrilib, jahon kezib, oxiri mush yerda turib qolding. Bu yerdagilarning to'lisi sening aslingni bilmaydi. O'zingning Uyg'ur ekanligingni chandurib qo'yma. Biz pat orada elni tinchitib qaytib kelamiz. Bo'lamdi. Bo'tasin buqa yana javob qaytarmaydi. Inachuktoy xotin bolasini horviga o'ltirg'izib ketib qoldi. Bo'tasin buqa xiyolchan ko'zlari bilan bir hozogacha horvining keynidan qarab turdi. Uyg'urlar bosh ko'tarib chiqqan bo'lsa, ularni undoq oson bostira olmaysizlar. O'zmish qog'onning yipak chidirlari atrofida sovut dubulg'i kiyib, qilich, qalqonlar bilan qurollangan otliq navkarlar sanjaq bo'lib tizilib ketgan edi. Inachuktoymi o'zining gavdalik qulay etini minib, so'lsin shoyi pashmiti ustidan bog'langan kang kamirga agri qilichini esib, dal vaqtida o'lgurib kelgan edi. U xurum o'tiklarining qattiq o'ktisi bilan etining beqillariga niqtab, navkarlar saplari orasidan tasdiq qistilib o'tib, oldinga qatorga kelib to'xtadi. O'zmish qolgan
o'zining eng cho'ng chedirining oldiga to'xtatib qo'yilgan egiz chaqliq ko'tak horvining ustida turib, vazir va qo'riqchi navkarlarga nutq so'zlamoqda edi. U amdi uzun yipak to'nlarini selib etib, kalta shoyi pashmat va uning ustidan po'lat qasroqliq sovut kiygan edi. Lekin oqirishga boshlagan uzun qora chochlari ustidan yana burunqidekla qizil tovar yog'liq chigib olgan edi. Ko'tak horvining yiniga tiklab qo'yilgan uzun va tuz shodining uchida oltin ranglik bo'ri beshining shakli tushirilgan ko'k bayroq izg'irin shamolda yenik lapildaydi. Qog'on chim tugilgan mushtlarini pulanglatib g'azablangan holda unlik so'zladi. Ey Shavkatlik beylar! Ey Batur janchilar! Hammamizning beshimizga ig'ir kunlar kelyapti. Uyg'urlar bizga qarshi otlanib chiqdi. Basil va Qarluq qabilalarimi ularga qo'shildi. Bu mal'un dushmanlar birlashib, bizning ota-bovularimizdan miros qolgan oltin taxtimizni torta olmoqchi. Uzun nayza, o'tkir qilishlarimiz bilan tishlagan xalqimizni yo'qotmoqchi. Ko'kturklarning saltanatini og'dirib, o'zlarining sulolasini tishlamoqchi. Ey tangdoshsiz Batur azimatlar! O'zimizning sulolamizni qo'g'dash uchun muqaddas jangga otlanaylik. Ko'k tangri bizga madad beradi. Uning jangovar chaqiriqini hurmat va itoat bilan tinglab turayotgan ko'kturklar go'yoki shovqinliq dengizdek davrab ketdi. Har tarafdan g'azabli cho'qin suran ko'tarildi. Uyg'urlarni yo'qotaylik! Bosmirlarni o'ldiraylik! Qarluqlarni qirib tashlaylik! O'smish qog'on yana ikki qo'lini egiz ko'tarib xaloyiqni jim bo'lishga undadi. Obdan anglanglar Baturlarim! Biz Uyg'ur, Bosmil, Qarluq ittifoqini yengandan keyin sizlarni 3 kungacha ularning mol boyligini bulashqa qo'yib beraman. Ularning xotin qizlarini sizlarga qul qilib taqsimlab beraman. Ko'kturklar xushalligidan as-hushini yo'qotdi va asabiylashib ovozlari bo'g'ilib ketguchi varqirashdi. Otlanaylik! Jangga chiqaylik! Qog'onimizga o'q tiqib chiqib ketinganlarni tezroq yo'qotaylik! O'smish qog'on ko'tak horvidan tushib, yoli va quyrug'i qirqib chiroyli yasalgan oq etig'i mindi. Qo'shinning bayroqdori bo'ri beshi tushirilgan bayroqni egiz ko'tarib, etini kang doliga qarab chaptirdi. O'zmish qog'on ko'kturk qo'shinini boshlab, bayroqlarning keynidan ot soldi. Inachukdaymu iloji bor qog'ondan bek yiroqda qolmaslikka tirishib, etini qamchiladi. Andi bu yerdan ketmasak bo'lmaydi. O'zimizning Uyg'urlarimiz tarafga o'tib ketamiz. Ular tun nisbi yetib kelguncha kigiz uydan chiqmay jim o'ltirishdi. Elning oyig'i besiqib, hamma xalq qattiq uyquga ketganda, bu tosun buqa ayoli bilan asta sirtqa chiqib, suv va qimiz to'ldirilgan to'rsiqlarni ishga otga ortib tangdi. Xurjun va xaltalarga pishloq, talqon va seriq maylarni silib, yana bir otga g'anjug'iladi. Inchki kumush o'rg'oqdek yangi oy va sansizg'an yo'rq yulduz tiniq osmonda charaqlab turgan yerim kecha paytida ular bir oiladagi 3 kishi otga minib ehtiyot bilan yo'lga chiqdi. Kichik qudatmishmo o'zi ayrim bir otga mindi. Haqiqatan turk bolalari ot ustida tug'ilib, ot ustida o'ladi degan gap to'g'ri aytilganda. Ularning kigiz uyi, orvillari, hatto bir necha otlarimo o'z joyida qoldi. Yaqin atrofdagi ko'kturk chorvachilardan hech kimmi ularning ketganini to'ymay qoldi.
ani yerdagi tonish yayloqlarda to'liq bir kech kunduz to'xtamasdan yurgandan keyin ikkinchi kuni gugum tushgan mahalda ular uyg'urlarning chorlug'uchi cheriklarga uchraydi. Cheriklarning qilishlarini qinlardan sug'urib olgandagi sharq-shuruq qilgan ovozi anglandi. To'xtanglar! Kimsizlar? Biz Uyg'ur. İsmim Botasun Buqa. Harfkeşlik qilaman. Karvanchiman. Ansa, harvullaring qani? Hammasini tashlab, ko'kturiklar orasidan qechib chiqdik. Shundoq qilib, ular tig' ko'tirib otlanib chiqqan Uyg'urlar ichiga omon eson kelib oldi. Kichik Qudatmish onasi bilan Uyg'ur qo'shinlarining orqa sepidagi maxsus qo'g'dildigan joyga opirib o'rinlashtirildi. Botasun Buqa Al qo'zg'alganda men chetda qarab tursam bo'lmaydi, deb hayot mamotliq janglar bo'layotgan oldingi sapga fidoi bo'lib ketdi. U uzoq yillar davomida karvonchilik qilib, yiroq yaqindagi tog' daryolarni, turkiy tilli xalqlar makon qilgan hamma yerning o'y do'nglarini pishiq biladigan bo'lg'achqa, taklif bo'yicha bir hujumchi qo'shinga yo'l boshlag'uchi bo'lib xizmat qildi. Ko'kturk qabilalar ittifoqi bilan Uyg'ur, Qarluq, Basmil ittifoqi o'rtasidagi kurash borgan sari kaskinlashib, keng ko'lamlik muntazam urushga aylandi. Bu urushqa Sadichin sepilining shimolidagi poyonsiz yayloqlarda ko'chman chorvachilik qilib yashaydigan turkiy tilli urug' va qabilalarning hammasi to'liq qatnashdi. O'zimiz qolgan ko'kturklarga madad berib, Ko'k Tangri bizni qo'llaydi. Ko'k bo'ra bizni yengishga boshlaydi. Alg'a! Uyg'urlarning rahbari Qutlug' bo'yla yog'laqar. Ko'k Tangri bizga kuch beradi. Ko'k bo'ra bizga madad beradi. Alg'a! deb to'lib tashqan g'ayrat bilan varqiraydi. Shuning bilan har ikki tarafning qo'shinlari Ko'k Tangridan madad kutib va bo'ri beshining surti tushirilgan bayroqlarni ko'tarishib, bir-biriga g'azab bilan italatdi. Jang maydonlarida odamlarning jasadlari, o'lik otlar chechilib yotadi. Keyni-keynidan uzilmay davomlashgan qonliq janglar uda 2 yilgacha so'zilib, milodiya 744-yilga kelganda yayloqdagi hukmronlik huquqi kimning qo'lida bo'ladiganligi muqimlashib qoldi. Halokatli taqdir go'yoki o'zining qora qanotlarini keng yeyib, ko'kturiklar ustiga tadrijiy yiqilishib kelmoqda edi. Botasun Buqa Uyg'ur qo'shinlarining har qaytimqi g'albilik hujumlaridan keyin asirga tushgan ko'kturik askarlarini birma-bir ko'rib chiqadi. U hamon o'zining yaqin do'sti Inachuktoyni aslaydi. Halbuki u Inachuktoyni asirlar ichida topolmadi. Jang maydonlarida uchrata olmadi. Bu chaqda Inachuktoy Po'latdek mustahkam sadoqatmanligi bilan o'smish qog'onning qarorgohida edi. U boshdan oyoq qog'onning yonida bo'ldi. O'smish qog'on o'zi bevosita qo'mondonlik qilgan janglarning hammasiga jon fidolik bilan qatnashdi. Uning nurg'un sabdoshlari, yaqin sirdosh birodarlari, urug' tuqqanlari, Uyg'urlar yoki Qarluq, Basmillarning qilich naysillaridan ajal topdi. Ko'kturiklar kayni-kaynidan mag'lub bo'lmoqda edi. Bir qism urug' qabilalar bundoq tugumas mag'lubiyatlardan umidsizlanib, Uyg'urlarning qadami yetmaydigan chet yoqa joylarga qochib ketgani turdi. Yana bir qism urug' qabilalar bo'lsa, o'zmish qog'ondan yuz o'rib, Uyg'urlar tarafga o'tib ketishga boshladi. Hatto ba'zi yuqori darajalik amaldor va so'ng'ullarmi urushni to'xtatib, taslim bo'lish haqida so'z ochadigan bo'lib qoldi. Lekin o'zimiz qolgan bundoq fikrlarni hargiz qabul qilmaydi.
u raqibiga taslim bo'lib bosh egishdan qilich tutib o'lganni ming afzal ko'radi. Bizning qog'onimiz taslim bo'lmaydi. O'zmish qog'on bizni hamon g'albiga boshlaydi. Ani shundoq ishonch va e'tiqod Inachuk Toyga zo'r g'ayrat va kuch ato qiladi. Tinch qiyoz kunlarining biri edi. Egiz to'piligi o'rinlashgan o'zmish qog'onning qarorgohida jimjitlik hukm suradi. Amaldor va oqsoqollar bir-biriga yaqin qilib tikilgan chedir va kigiz uylarda salqinlab orom olmoqda edi. To'xtovsiz yurishlarda charchagan askarlarmu tushak silingan otlarni o'tlashga qo'yib berib, o'zlari maqmaldek yumshoq chimliqda rohatlanib yotmoqda edi. Faqat Inachuk Toyla chedirda uxlay olmay sirtqa chiqdi va yop-yeshil o'tchib qoplagan to'pilikda oldirmay mengib, eng egiz bir joydagi cho'qchib turgan yo'g'am qo'ramtoshning ustiga kelib o'ltirdi. Turib g'oyildab o'tib ketadigan mayin shamol uning yelkanlariga chechilib tushgan uzun sochlarini yenikkina uchirib qo'yadi. Inachuk Toy sap havodan cho'nqur nafas elib atrofga nazar tashladi. Bu qoramtosh ustidan tövandagi tus ketgan yeshil yoyloq toki ufqqa taqashgan chekigacha oliqqandagidek ko'rinib turadi. Lekin Inachuk Toyning yiroqlarga tikilgan ko'zlari hech nimani ko'rmaydi. U nima uchundir g'ayriblik his qildi. Uning tinchsiz qalbi sadoqatmanlik, botirlik, hamkinlik, yana qandoqdir tashvishlik his tuyg'ularga to'lgan edi. Shu topda u o'zmish qolgan to'g'riliq, ko'kturik xalqining taqdiri to'g'riliq mulohiza yurgizmoqchi bo'ladi-yu, hech nimani o'ylay olmaydi. Ko'kturiklarning mag'lubiyatlari, tog' dalalarda davomli chekinib qechib yurishlar uni jismoniy jihatdan emas, ruhiy jihatdan charchatgan edi. U ixtiyorsiz turda qadinoz do'stining bu tosun buqini esiga oldi. U qo'shinga keyin kelib qo'shilgan ba'zi tonish kishilardan bu tosun buqining uy va mol-mulkini tashlab, yarim kechada xufiyona holda qochib ketganligini uqdi. Lekin uni hech yerdan uchrata olmadi. Uning keyingi ahvoli to'g'riliqmi, hech qanday uchur ola olmadi. U Uyg'urlar tarafga o'tib ketdi. Balkim Uyg'urlar qo'shiniga qatnashib, bizga qarshi jang qilayotgandi. To'g'ri. U cho'qim shunda qildi. Shuncha yaqin do'st edik. Qudi bo'lishmoqchidik. Endi dushman bo'lib qoldikmi? Oqibimiz zodi qandoq bo'la? Ushtum tut Inachuk Toyning xiyollari bo'linib ketdi. Yiroqdan bir to'p chavandoz otlarini bo'lishiga choptirib kelayotdi. Inachuk Toy ixtiyorsiz turda o'ltirgan yerdan o'ri qo'pib, diqqatini shularga markazlashtirdi. Bu chavandozlar o'zmish qog'onning chorlig'uchi cheriklari edi. Ular qora targa cho'mgan otlarga orom bermay, choptirgan beti qarorgoh joylashgan bu do'nglikka chiqib, udul qog'onning yepak chediri oldiga kelganda to'xtadi. Bu chaqqicha ot tuyoqlarining do'pirlashlarini anglab, qarorgohdagi barliq odam o'rnidan turib ketgan edi. O'zmish qog'onmu jiddiylashgan holda oldirab chedirdan chiqdi. Uzun sochlari tarlashgan peshonasiga choplashib ketgan chorlig'uvchilar boshlig'i etidan sakrab tushib qog'onga ta'zim qildi. Tang'rida qut bo'lmish buyuk qog'onimga ma'lum bo'lsinki, Basmullaning cho'ng qo'shini hujum qilib kelyapti. O'zmish qog'on o'z yenida to'plashib turgan song'ullarga o'chchaqnab turgan ko'zlari bilan qarab qattiq varqiradi. Darhol jangga tayyorlaninglar! Qarorgohdagilar xuddi o'zi buzib etilgan harilardek har tarafga chechilib yugurishib ketdi. Ko'p o'tmay hammalar jangga tayyor bo'lib, sap tortib turishdi. Qimmatbaholiq tobg'och tovuridan tikilgan yaktak ustiga po'lat qasroqliq sovut kiygan o'zmish qog'on cheddaslik bilan oqboz etig'i minib, agri qilichini qinidan sug'urib oldi.
Azimatli! Ajdodlarimizning muqaddas ruhlari bizni qo'llaydi. Peshovoyimiz ulug' istami qog'amning nurliq ruhi bizni g'albiga boshlaydi. Olg'a! Minglagan jangchilarning ko'kraklaridan xuddi guldirmomidek etilib chiqqan unlik chaqiriqlar keng dalalarni titirtib o'tdi. Ay hay! Istami qog'am! Ay hay! Ko'kbora! Shuning bilan o'zimiz qog'onning bevosita qo'mondonligi ostidagi ko'kturklarning zo'r qo'shini bosmonlarning hujumini qaytarish uchun to'lib tashqan jasorat bilan qaytarma hujumga o'tdi. Ko'kturk qarorgohidan ancha yiroq bo'lmagan joydagi keng dalada ikki qo'shin to'qinishdi. Bu ko'kturk xonligining tarixidagi taqdiri belgilaydigan hal qilg'uch jang edi. Ko'kturk jangchilari bajoyigi cho'l qoplonlaridek jasurlik bilan elishdi. Shaxsan o'zimiz qolgan o'zimi borliq kuch va mahoratini ishga silib, o'ng va so'l yo'llariga shiddatli qilish urib, bosmil askarlaridan bir munchisini yerga yiqitdi. Shundaqdimi bosmillarning zarbasi borgan seri kuchaygala turdi. Ko'kturklarning nurg'un palvonlari, sang'ullari at ustidan qor yerga dumlab tushib, mangulikka ko'z yumdi. Har ikki taraf qaytmas iroda bilan jon tikib elishayotgan bo'lg'achqa, jang bak uzoq davomlashdi. O'zimiz qolgan to'xtamay qilish urib etib, bara-bara belaklari taldi. Bosmil jangchilari ko'kturk qolganini qo'lga tushirish uchun qiyoqas cho'qan silib, keyni-keynidan bostirib kelaverdi. Ko'kturklarning saplari borgan seri shalonglab, o'zimiz qolganning o'pcho'risida o'z kishilari qolmadi. Har yondan yopirilib kelgan bosmalarning qilich nezillarini endi to'sib olishga amal bo'lmadi. Qolgan mingan oqboz otning bosh bo'yinlari qip-qizil qonga bo'yaldi. Oqqo'z sifat chiroyliq org'amoq yeshil chiman bilan qoplangan yumshoq yerga gup qilib yiqildi. O'zimiz qolganning bir puti otning ostida besilib qoldi. Qolgan putini chiqarib olib, o'ri qo'pish uchun jon jahli bilan yo'lqinib kuchab boqdi. Lekin amal bo'lmadi. Bosmil jangchilari uni g'azab bilan qilishlab, otlarga dasitib, miliq-siliq qilaverdi. Ondan dastik kelgan bir soqolliq bosmil etidan tushib, qo'lidagi qonga bo'yalgan qilichi bilan yerda so'zilib yotgan o'zmish qog'onning bo'yniga bir necha chopdi. Qog'onning beshi cho'rtli uzilib, tenidan ayrildi. Soqolliq bosmil qog'on beshini uzun chashlaridan siqimlab tutib, g'olibona tusda egiz ko'tardi. Bosmillar ko'kturk qog'onining qonga milangan beshini o'z odamining qo'lida ko'rib, tantana bilan kuchuk cho'qan selishdi. Ularning g'ayratiga g'ayrat qo'shildi. Aksicha ko'kturklarning ruhi tushib ketdi. Ularni bo'lsa vahima bosdi. Bosmillar butun sap bo'yicha umumiy hujumga o'tdi va jon qayg'usiga qilib dalada qalaymaqon chechilib ketgan ko'kturklarni birma-bir qo'g'lab yurib qirishqa boshladi. Ko'kturklardan oz bir qism kishilarla shu qitimqi qirg'inchilikdan qochib qutuloldi. Taliyi o'ngdan kelib qutulib qolganlar ichida inachuk Taymo bor edi. Uyg'ur ittifoqi bilan urush boshlangan 2 yildan beri u talay mag'lubiyatlik janglarni beshidan o'tkazgan bo'lsa-mu, bu qitimqi zarba uningga nihoyatda kuchli ta'sir qildi. At ustida o'tgan 2 yillik hayotidagi barliq xavf-xatar va jafo mushaqqatlar go'yo amdili uningga butun ig'irlikni ortgandek tuyuldi. U ichdan horg'inlik his qildi. Gelidan g'izo o'tmaydigan, kechalari uxlay olmaydigan bo'lib qoldi. Tangdossiz qudratli ko'kturk xalqi shuning bilan tugishamdi. Yo'q. Ko'kturklar
o'z tarixida tabg'ashlar, tubitlar, sir tardishlar, arablar va yana turli xalqlar bilan jang qilib o'tgan. Hech kim mu ko'kturklarni yengolmagan. Shunaq, bundan keyin mu hech kim bizni yengolmaydi. O'zmish qog'on o'lgan bo'lsa, biz yana o'zimizga yangidan bir qog'on saylab olamiz. Xalqimizning sharifi yana davomlashadi. Inachikday ana shundoq g'uva chaqnab turgan umid uchqunlari bilan hasratlik dilini yoritishga tirishib, ko'k tangrining dargohiga uchib ketgan o'zmish qog'onning qoldiq qismlari bilan tog' dalalarni kesib tenab yuradi. Uzoq o'tmay joy-joylarda tasqalib, pitirab ketgan ko'kturuklar qaytadan yig'ilib bir yerga jam bo'ldi. Bizga bosh bo'ladigan qog'on kerak. Yangidan qog'on saylayli. Qog'on jamiyati va bek song'ullarning birdek ovoz qo'shishi bilan marhum o'zmish qog'onning enisi bo'lmish tegin vayron bo'lib, hech qancha holi qolmagan ko'kturuk xalqining yangi qog'oni bo'lib saylandi. Ko'pchilik uni oq kigizda ko'tirib, o'zmish qog'on 2 yildan beri yenidan ayrimay billa elib yurgan oltin taxtga o'ltirg'izdi. Oqsoqollar nadindir bir shamon ayolni tepib kelishdi. Taxt oldiga Gulxon yiqilib, atrofiga tug' alamlar tiklandi. Ko'pchilik shamonning hurmatini qilib, chimliq ustida tin chiqarmay o'ltirishdi. Shamon ayol Gulxonni aylanib usul o'ynab, sakrab, allaqandoq tushuniksiz bir nimalarni deb zikr so'qib, hum deb to'lab, peruxulluq qilishga boshladi. U har qitim silkinganda yoki sakriganda uzun to'nining ko'krak va yanglariga, shundaqla balbig'iga esilgan qo'ng'uroq, tanga, yarmoq va har xil qadoqlar jiringlab, sharaqlab atrofdagi tomoshabinlarning sehrlangan dillariga texmi sirliq ta'sir ko'rsatdi. Gulxonga yaqin o'ltirgan bir to'p baxshilar dop-tumboqlarni jinining boricha gumbirlatib urib, ha desa hum deyishib unsilib, shamonga moslashib berdi. Shamonning harakatlari borgan sari jiddiylashib, asabiylashmoqda. U oqirishga boshlagan chochlarini chuvib, ko'zlarini chekchaytib, qo'llari bilan allaqayoqlarni ko'rsatib, bor ovozi bilan varqirab ketdi. Ko'ryapman. Ana, 1000 yillik, tuman yillik ajdodlarimizning muqaddas ruhlari kelyapti. Mani keldi. Ular bizga gap qilyapti. Ular ko'kturuk xalqiga esenlik tilayapti. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Farhod Jilanning O'rxun shajarasi nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Ay, istami qog'on, ko'l tegan, dunyo qo'qning pok ruhlari, ajdodlarimizning muqaddas ruhlari, bizga madad beringlar. Ko'k tangriga ishonaylik. Ajdodlarimizning muqaddas ruhlariga ishonaylik. Ular hamon bizni qo'llaydi. Ko'k bo'riga agashgan xalq menga mag'lub bo'lmaydi. Oldi bilan ularning yetakchi o'rinda turayotgan yog'lar qor urqini qirib tashlaymiz.